Mana shu mashina yaqinda Toshkentni egallaydi akalar. Nimaga desanglar videoni oxirigacha ko'ringlar, sababini aytib ketaman. Mashinamiz gibrid. Benzinda 1142 km yuradi, 4 ta privet, 2 ta motorligi, sidena abagrev bor, 6 ta sidenali, orqasi kapitanskiy. Hojakalarga juda ham mos mashina. Mana buni qarang. Yotib olib ketaverasiz aka. Orqasida ham joy juda ham katta. Tepada panorama lyuklari bor. Mashinamiz juda ham chiroyli. Orqalaridan ko'rinishi Huawei kompaniyasi ishlab chiqaryapti, Aito M7. Buni M9 ham bor, M9 ancha-muncha qimmat. Mashinamiz zo'r. Narxlari ham juda ham zo'r. Pastki telefon nomerlarga aloqaga chiqsanglar, inshaalloh chiroyli narxlarda baraka qilib qo'yishadi. Ko'rinishlarini qaranglar. 7 dan juda ham arzon akalar. Ulgurib qolinglar, kolleksiyada juda ham ko'p. Xohlagan ranglardan qilib beramiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga rahmat.